siyosat to'ri maxsus ko'zdan kechirgan yangi tadqiqotga qaraganda Xitoy ishg'oliyati ostidagi Sharqi Turkistondagi og'ir kishilik dafsandichilikka doir tafsilotlar o'tirg'i qo'yilgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti e'lon qilinib, 2 yildan keyinmi Uyg'urlarni majburiy emgak silish qilmishi davomlashmoqda. Bu bayqash G'arb parlament a'zolarining hukumatlariga besim ishiltib, rayondan mahsulot import qilishni texmo cheklashi mumkin. Kommunizm qurbonlari xotir jamiyatining nopizliq tadqiqotchisi akademik Adrian Zensning yaqinda e'lon qilgan doklatiga qaraganda 2023-yili Uyg'urlarning atalmish emgak kuchlarini yutkash nomida Xitoy o'lkalariga yutkishi oldingi yillardagidan va davlat belgilagan normadan eshib ketgan. Xitoy Kommunist hokimiyatining Uyg'ur musulmonlarini keng ko'lamda kuzatishi va tutib turishida ishlatiladigan uskunlar bilan ta'minlaydigan Xitoy davlat ig'dorchiligidagi kuzatish magnati Birlashgan Davlatlar Tashkilotining klimat o'zgarishiga va kishilik huquq dafsandichiligiga qarshi turishni maqsad qilgan sijilliq tashabbusiga qatnashmoqda ekan. Xitoy hukumatining Sharqi Turkistonda elib berayotgan irqiy qirg'inchilikqa sherik bo'lganligi uchun Amerikaning savdo qora tizimligiga kirgan Haykang Shivi shirkati seshanba kuni hozir Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Yer shari ahdnomasining a'zosi ekanligini e'lon qildi. Atalmış Uyghur Abdunum Rayonluq İntizam Tekşiriş Komiteti, Reviziya Komiteti, Merkezning 8 turlik belgelemesining ro'yiga xiloflik qildi degan bahona bilan Xitoyga jam pidoliq bilan ishlayotgan 2 Uyg'ur amaldorni jazolaganligini oshkorladi. Xitoy xalq to'rining 9 fevral xabar qilishicha, atalmış Uyghur Abdunum Rayonluq Adliya nazorati partikomining sobiq muavin sekretari Qo'rchoq Nozir Anvar Said o'zi to'laydigan xarajatni boshqalarni to'lashga majburlaganligi sababli taftish mahkamasining ayblashiga o'tkazib berilgan. Xitoy hukumati yana Xotan viloyati Qarqash noyalik siyosiy kengash partiya korpusining muavin sekretari Qo'rchoq rais Ahmadjon Mamtiminni sovg'at puli qabul qilish bahonasi bilan tekshirib ayblashga yo'llaganligini oshkorlagan. Amerikada Cumhuriyetçiler Partisining kontrolligidagi Ovam palatasida parlament a'zosi Mike Johnson Kengash palatasi ma'qullagan Ukrainaga yordam berish planini to'sdi. Noyabrdagi saylamda kandidat bo'lishi mumkin deb qaralgan sobiq prezident Donald Trump bilan yaqinligi bilan tonilgan Johnson hatto yordam planiga munosabatli qonun loyihasini belat tashlash kun tartibiga qo'ymaydiganligini bayon qildi. Türkiye'nin Erzincan vilayeti Eliç rayonidagi Cho'plar Oltin konida yuz bergan serilib tushish voqeasida 667 ishchi ishlaydigan konning 9 xizmatchisi yer ostida qapsilib qolgan. Ichki ishlar ministri Ali Berlikaya rayonda 400 xodim bilan izlash qutqizish harakatining elib berilayotganligini xabar qildi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibining bayonotchisi G'azzadagi 30% maktabning bevosita bombardimon qilinganligini aytdi. U 162 maktab binosining bevosita bomba hujumiga uchraganligini, buning G'azzadagi 563 maktab binosining taxminan 30% dan tashkil qilganligini, 26 maktabning butunlay vayron bo'lganligini bayon qildi.